Yer sharida bizmi bor. Avtorning kirish so'zi. Ovozli kitob Abdi Tali. Mavjudlik tashnoligi degan kitobimni yezib oxirlashtirib, uni yangilik va fikriga tashna o'qirmanlarimning qo'liga topshirish oldida turganligimdan yengillik va orom his qilaman. Balkim kitobdagi ba'zi bir bayonlarni talto'kis yangilik deb kelimi bo'lmas. Ammo ular yot iqlimlarga intilib o'zgacha rayonlarni o'z ko'zi bilan ko'rish fursatiga erishilmagan kishilarimizga nisbatan oz to'la jalbdorlikqa ega bo'lishi mumkin. Eskartib qo'yish lozimki, masalaning negizi qandoqdir ko'rgan bilgan ishlarni tasvirlab qo'yishda emas, balki qalamga eringan ushloq ishlarga nisbatan qandoq o'ylarda bo'lishdi. Muallifning mazkur kitobni yezishiga turtki bo'g'ini uning Angliyada yurib nihoyat cho'ng ishlarni ko'rib ketganligi emas, yoki Angliyaga chiqishni sharaf bilib, u yerdagi shaxsiy turmushini davron qilib qo'yishmi emas, va yoki kichik ishlarni kitob qilib yezib naf undirishmi emas. Yo'q, hargiz undoq emas. Kitob yezib oilamni boqqudek nafga erishib oqqanimmi yo'q. Bu kitobni yezishimga haydakchi bo'lgan omillar hech bo'lmaganda mundoq bo'lishi mumkin. Men bir dilla taraqqiyot darajasi, tuzilma shakli, turmush yo'lini bizga tamoman o'xshamaydigan bir jamiyatga bog'anim uchun bu jamiyatdagi har qanday odam, har qanday manzara, har qanday qiyofat, har qanday qoida ro'shan tortish kuchiga ega bilindi. Men ana shu xil berilib ko'zitish davomida har qanday oddiy narsadan yengillik his qildim. Men ko'rganligim narsa menda selishtirma fikr xiyollarni uyg'otdi. Ehtimol diqqatimni tortgan o narsalar yerliklar uchun arzimas narsalar bo'lishi mumkin. Ovozli kitob Abdi Tali. Bir Qashqarlikka nisbatan uning atrofidagi turmush hodisalari hech qanday ma'noga ega bo'lmagani bilan New York yoki Londondan kelgan sayohatchi uchun kishini intildiradigan ajoyib ishlar bo'lishi mumkin. Ko'rganlari to'g'risida astoydilroq o'ylab bekishni odat qilmagan kishilarning oldida mo'jiza yuz bergandami hech nimani o'ylamasligi mumkin. Biroq ma'naviy ko'zlarni ishga soladigan kishilar uchun har qanday narsa mo'jizaga aylana oladi. Aslida insonning o'zimi mo'jiza emasmi? Angliyadagi turmushim bakla oddiy, qaltis ishlarga yo'liqdek yoki shohid bo'lg'idek imtiyozim yo'q. Lekin shu oddiy turmushimdagi shaylar haqida o'ylanib surib, o'zimga zilzilaga kelgan paytlarim ko'p bo'lgan. Shuni meni o'y xiyollarga kirib qilgan oddiy turmush ta'sirotlarimni o'qirmanlarimga so'zlab berib, ular bilan birga o'ylashni ravo ko'rib qoldim. Nihoyat afsuski, vatanga qaytib kelgandan keyin qo'limga darhol qalam olinmay, naq maydondagi nozik ishga kechirmishlarim g'uvorishib faqat ideal saqlab qoldi. Shundaqdimi ayni chog'dagi hislarimni aslashga ko'p tirishdim. Hislar ideyadek ro'shan bo'lmagani bilan qalbning tiralligini ko'rsatadigan qimmatli xurujlardir. Garchi men Angliyada uzun turmagan bo'lsam-mu, u yerda turib ko'rgan bilganlarimni kitob qilib yezishda qiyin ishga tavakkul qildim. Bunday kitobni chet elda uzun turganlar yezishga haqli deyishga to'g'ri kelganda, men faqat sukut qilishni tanlab olatdim. Ammo mening yezishga jur'at qilishim boshqalarning yo'lini etib qo'yish emas, balki yo'l etish. Yana bir sabab shuki, vatanga qaytib kelgandan keyin talabchan o'qirmanlarim meni ko'rganda Angliyadagi ta'sirotlarim to'g'risida bir narsa yezishga rag'batlantirdi. Ularning ichida peshqadamlar, studentlar va kitobxo'mar jamiyat yoshlari bor. Ishki o'lkalardagi o'rta maktablarda o'qiyotgan o'smirlar va yoshlarni alohida xat yezib, sodda so'yimlik tavsiyalarini bildirishdi. O'zini izlash bo'lsa nomli kitobim nashrdan chiqqandan keyin ko'nglida armonlar yilinjab turgan yoshlar, bo'libmi oliy maktab o'quvchilari qizg'in xaridorlik bildirishdi. Farzandlari yangidan Yaponiyaga chiqib ketgan ba'zi ota-onalar ko'chalarda to'y-to'kin va nazar chirog' so'rinlaridan menga tashakkur izhor qilishdi. Hatto turmadan avatilgan dil bayonlarini topshirib oldim. Men bulardan xalqimizning dunyoni tushunishga naqadar tashna ekanligini tushundim. Albatta, bu tashnalikni to'liq qondirib keta olmayman. Bu jihatdagi xizmatni voyaga yetkazib qila olmayman deb qaramayman. Ammo shundoq bir ishni qilish kerakligini yaxshi bilaman. Eng yaxshi qilishni eng yaxshi qila oladiganlarga qoldiray. Ammo qo'limdan kelganini qilay deb o'yladim-da, shuning bilan mazkur kitobni yozishga iroda qildim. Shunisi aniqki, men Angliyani to'liq tushunishdan xeyli yiroq.
Mendikilere fakat tar doiradagi bir yillik turmushning gadirmash ta'sirotlardan iborat xolos. Ovozli kitob abdiy tali. Shundoq bo'lg'achqa Angliya madaniyati va tarixiga doir materiallarni ko'rishga to'g'ri keldi. Jungo va chet ellik qalam egallari yozgan bir qism kitoblarni ko'rib chiqqandan boshqa, yana Angliyaga oid sayohat qo'llanmalari xaritalarga nazar solib chiqdim. Bulardan bilim va uchur xarakterlik nurg'un ma'lumotga erishdim. Mening hammadan ko'p foydalanganim Interto'g'ri bo'ldi. Men bu qitimda yiziqchiligimning Interto'g'riga intayin bog'lanib ketganligini hayronlik bilan payqadim. Kitob yozgan nuqtalik joylarni Google xaritasi orqali qaytadan ko'zdan kechirib, ayni vaqtdagi naq maydon haqidagi tuyg'ularimni qaytaradim. Orada Interto'g'ri to'xtab ketganda yiziqchiligimni to'xtatib qo'yishga majbur bo'ldim. Turmush va xizmatdagi turli masalalar, riyokorlarcha kishilik aloqalar yiziqchiligimni talay qitim uzib qo'ydi. Bu kitobni tamomlash jarayonida ba'zi jurnallarning buyurtmalarini yeb turdim. Dissertatsiyalarni ko'zdan kechirib fikr berib turdim. Xudo shukri, mavjudlik tashnoligiga oxirgi chekni urishga muvaffaq bo'ldim. Kitobda ba'zi o'rin va shaxslar to'g'risidagi detallar biroz tafsiliy yozilgan bo'lishi mumkin. Hech bo'lmaganda bir qism o'qirmanlarga ziyoda intikilgandek ta'sirot berishi mumkin. Muallifning maqsadi o'qirmanlarga boshqalarning yashash va o'ylash shakli haqida imkon qadar ko'proq yeb uchi berish bo'lganlikdan o'zining ular bilan bo'lgan muloqotlarini tasvirlashga bo'lgan moyilligini ko'rsatdi. Uningdan qanchalik unum yaratishni o'qirmanlarning o'ziga qoldiramiz. Chunki har bir o'qirmanning unum qarishi o'xshamaydi. Angliyaga erishdim men nurg'un azguniyatli kishining xolis yordamiga erishdim. Ularning yordami bo'lmagan bo'lsa, chet elga chiqish orzuyim ko'pikka aylangan bo'ladi. Yana menga nurg'un do'stim, yurtdishim va ixlos meni himmat qo'lini sundi. Ularning bu osining barakati bilan ba'zi kitob materiallarni ikkilanmay elishga muyassar bo'ladim. Yuqori iste'mollik Londonda ziyoda iztirob chekmay, tejashchanlik va planliq holda istiqomat qila oldim. Men ularga tashakkur aytaman va saxovati uchun yaratquchidan osoyishlik tilayman. Kitobni bitkizguncha oilamdagilarning illiq so'ygu rag'bati va tasalli himmatidan oziq oldim.